Noyob topilmalar kanalida mana BMWni qaranglar. BMW E60 aka 2007-yil restyling. Mana buni ko'rinishini qaranglar. Shunaqasidan bo'lsa olaman deyotibdingiz, hammamizga nasib qilsin. Niyat qildim deb yozib qo'ying. BMWchilar ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. Har doim ham BMWlarni sotuvga chiqaravermaymiz. Yaxshisi bo'lsa qo'yaman deydi-yu. Mashinani hech qanaqa ishi yo'q ekan. Bemalol tekshirib olasizlar. Primoy egalaridan ancha-muncha rasxodlar qilingan. Mana bu diskalar ham yaxshigina pul turadi aka. Salon holatlarini qarang. Harman kardir akustikasini dashi yig'dirgan ekanlar. U ham yaxshigina pul turadi. Lyuklarigacha bor. Aka, N52 motor turibdi, 3 litrli, 272 ta ot kuchi bor. Kerakligidan ortuvchi emotsiya beradi. Undan tashqari, gazni bossangiz, aka, Guruchtillar ham yaxshigina ovozda chiqyapti. Gazni bosardimi, mana bu yerda qo'ni-qo'shnilar sal baqir-chaqir qilib Mashinani mayda-chuyda joylarida, ya'ni asvejit qilib, sepilgan joylari bor ekan. Ya'ni oldiga bilasiz tosh tegadi. Eski mashina, ya'ni 10 yil, 15 yillik mashina. O'shaning uchun o'zligi uchun mana shu kapotiga septirgan joylari bor ekan. Muhimi restyling. Bemalol tekshirib olasizlar. Monitorlarigacha o'rnatib qo'yishgan. 3 litr motorni qidirib yurgan, yaxshi mashina qidirib yurgan, E60 qidirib yurgan tanishinglarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Biz reklama xizmatimizni olib bo'lganmiz. BMWni yaxshisi, yaxshi pul turadi, aka. Yaxshigina absolutga qilgan. Yana qolgan ma'lumotlarini Primoy egalaridan so'rab olsanglar bo'ladi. 200 mingdan endi ozginagina oshibdi probegi. Narxi $22,500. Realniy pulingiz bo'lsa, mana sotqingiz naqd bo'lsa, Primoy egalariga chiqib, barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Aytgancha aka, bitta podpiskani bosib qo'ying, har xil noyoblardan qo'yib boramiz.